Hasan-ı Basri rahimahullohdan so'ragan ekan. Adamzatga eng qiyin narsa ne deb so'ragan ekan. Adamzatga eng qiyin narsa o'z balangning tabitin deb javob bergan ekan. Qarang. Bayağıda bizning akamiz ko'pchilab qolatan. Atamdatsang atamdata, bo'tamdatpa Xudoyim deb. Shunda tushunmaydi ekanmiz. Hech kim aka deb jilab, akasidan ayrilgan bola so'xir bo'lgan emas, jindi bo'lgan emas. Aka o'lgandan keyin quturib ketatindir bar, keybirovlar bor, quturib ketadi. Biroq balasini cherlab, balam deb jilab, so'xir bo'lib qolgan, aqldan adasib qolgan ota-onalarni bilamiz. Bu haqiqat, bu bar narsa. Biroq hech bir bola akasidan ayrilsa-da, shishasidan ayrilsa-da, bu jindi bo'lib qolib, avri bo'lib qolib, bas avratgan bolani bilmaymiz. Bir kuni bir kishi qattiq avrib jatir. Meni demsaluga chaqirdi, bardim. Endi ana bir shara zo'rga jatir. Irsiltab, joni chiqmayotir. Men Yasin surasini o'qidim. O'qib o'tirman. Keyin sharshadim. Sizim gapdi. Qalay deydi. Chaqirib qoldimmi deydi. Men 40 adam jiberib qo'ydim, mal aldirib qo'ydim, mal. Mal aldirib qo'ydim. Nega deyaptimda? Ana buni bu kichik asra so'yib bertan, azanda tamoq pamog'im berish ber. Astag'firullah, mana adam dinsiz bo'lgan ekan. O'sha darajada qatigiz, mehrsiz bo'lib ketar ekanda, qarasangiz. Ol akasini bir sifatlab o'tirgan balasi o'z yerdacha, ertaroq o'sha bitsa o'lchi. Qazimdan molda keldi, Yasin surasi o'limni tezlatadi degan eshitgani bor. So'g'an maqam bir moldan akib, molda bo'lganimdan Azrail emassin-ku. Xudoning qudrati so'kishi o'lmay qoldi. O'lmay qoldi жаңағы shalda. O bir yildan keyin o'ldi. Qattiq og'rib qolib, dem saldiq aytıyor, doktorga apardi, aytıyor, bir Alloh umrini berib ömür sürüp ketdi-da. Qarangizda, bola dayin turda, jamon mehribon bolada ol. Malda sразу olib kelib so'yib tashlab, qamara ovqatin palovin berib, ertarag'ana qara yerga jalg'iz o'zingda tiqib tashlasa, yesiga so'q, tesiga so'q. Sen o'lgandan keyin o'lib qolsam xabar olmaydi-da ol. Maqam bir moldan har payshanbada chaqirat, kakras abed dayin uyga xotin qaytib qo'yasan, bugun payshanba bor. Ovqat qilmay qo'ydiysan, barasin tamoqni o'rib urib Qur'onni o'qishga ketasan. Ol o'lib qolsa o'z Qur'on o'qimaydi. So'shin ag'ayinlar, biz bu dinni durust tushunishimiz kerak. Hurmatli bауырлар, videoga like basib, fikir qoldirib, және dostlaringizbilan bo'lishsangizlar, nur ustidan nur bo'lar edi. Sizlar uchun 1-2 sekund, al biz uchun ulkan motivatsiya. Hadisda kelgandek, kimde kim жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатаев, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.